Botirda ma'lum miqdorda pul bor edi. U bu pulni uzoq yillar davomida mehnat qilib misqollab yig'gan. Bir kuni u ushbu mablag'larni qanday ishlatish haqida jiddiy o'ylab qoldi. Botirning ikkita niyati bor edi. Birinchisi ota-onasini haj ziyoratiga yuborish, ikkinchisi esa ancha yillar orzu qilgan avtomobilini sotib olish. Ota-onasini hajga yuborish juda savobli ish ekanini u yaxshi bilardi, lekin shu bilan birga yillar davomida yig'gan pulini bir zumda ishlatib yuborish unga biroz og'ir tuyulardi. Shu sababli uning xayoliga yana bir fikr keldi. Agar shu pullarni biroz ko'paytirsa, keyin ko'paygan mablag'ning foydasidan savob ishlar qilsa, ham maqsadiga erishar, ham mablag'i saqlanib qolardi. U bank foizlari bilan ishlashni istamasdi. Do'stlaridan biri unga kichik biznes taklif qildi, ammo bu katta daromad keltirmasligi aniq edi. Shu sababli Botir internet orqali boshqa imkoniyatlarni qidira boshladi. Internet algoritmlari uning qidiruvlariga qarab, mashhur va boy insonlar nomidan tashkil qilingan go'yoki investitsiya fondlari haqidagi reklama va xabarlarni ko'rsata boshladi. Это платформа, это ваш ключ к миру инвестиций, где каждый может стать частью крупных и перспективных проектов. Botir bu imkoniyatni jiddiy qabul qildi va ko'rsatilgan havolaga bosdi. Ro'yxatdan o'tdi va ko'rsatilgan tartib bo'yicha pul o'tkazdi. Biroq oradan oz vaqt o'tgach, bu aslida internet firibgarligi ekanini tushunib yetdi. Pulni esa qaytarib olish imkoni yo'q edi. Bilaman, siz bundan boxabarsiz va ehtiyotingizni qilib qo'ygansiz, lekin boshqa yaqinlaringiz bilmasligi mumkin. Ularni ogohlantirib qo'ying. Mana shaxsan o'zimning hayotimda yaqinda bo'lgan voqea. Boshqa bloger hamkasbim Facebookdan foydalanib, AI yordamida soxta investitsiya ochishgan va bunga meni otam ishonib 1,5 million so'm pulni kartadan tashib berganlar. Uni chopib bordi adamlar. Keyin menga ko'rsatdilar. Men biz ham tanishing edi-ku, bloger o'rtog'ing. Mana yozishganman Telegramdan o'tirarki, men qarasam, bular AI yordamida soxta video yasab, otam bilan gaplashishgan va pulni undirib olishgan. Ogohlik bu davr talabi. O'zingizni va yaqinlaringizni ham ehtiyot qiling.